Toshkentga borsang nimalar bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Jichcha sovutib ketadi. Tush mashinada o'yindan qurtoq beraman sovugincha. Tog'ing bilan birorta joyga borishda yaxshi tarafi hamma rasxodlarni tog'ing qiladi. Chiroyli yigit qurtolasizmi? Men yeb ko'ring, yoqsa olasiz. Men chaqirshyapti, to'g'ri, tog'a. Chiroyli degan so'z senga xosanbas, mosanbas turishi. O'zi oynada aptini ko'rganmisan sen? Biroq Ha, menga emas ekan. Boshqa juda olaram. Tog'ay shunaqa qitmir odamki, necha yildan beri mashinasiga bir so'm pul sarflagisi kelmaydi. Sani ham Toshkentga bekorga olmagan. Yo'lda mashinasi buzilib qolishini aniq bilgan. O'zicha chuqurlab nimadirni tuzatmoqchi bo'ladi. Sen ham aqllilik qilib motorga qarab qo'yasan, baloni tushunmasin ham. Ha, tog'ay, tuzadimi mashina? Ha, faqat mashinani bekka tashlab ketib bo'lmaydi. Toshkentga yetarib ketmasmiz? Yo'q, yetarmaymiz. Tog'ay yetarmaymiz mashinani deganda, seni o'zing yetarasan degan ma'noni keltirib chiqarar ekan. Bir nima qilib ustaxonaga olib borib, mashinani tuzatib Toshkentga ham yetib olasan. Tog'a, qarang bloger. Ketdim men bor so'rashgani. Aka siz blogersiz, ha? Ha? Men tanidingizmi? Yo'q, taniganim yo'q. Nima tanimiz? Har kun tog'am telefonda sizni ko'raman-ku. Ha, tanidimi? Tanimadi tog'a. Kibirmiki? Yur, o'zimiz ishlar. Sardor Hofiz bilan rasmga olding. Kanikulda tog'aynikiga kelsang nimalar bo'ladi? 2. Tog'a, men keldim. Jiya, sразу untajimani. Bo'ldi tog'a. Hamma narsa shundan keyin boshlanadi. Axir tog'a SSR chempioni-ku, o'zi erishalmagan yutuqlarga sen bilan erishmoqchi bo'ladi. Tinimsiz trenirovka qildirib, arada master klasslar ham ko'rsatib turadi. Arada shunaqa qo'rqinchli priyomlar bilan tog'ang senga motivatsiya ham berib qo'yadi. Tundan shomgacha tinmay trenirovka qilasan. Nima bilan shug'ullanib turganingni o'zing ham bilmaysan. Tog'ang shuncha trenirovka nimaga deb savol ham berib qo'yasan. Tog'a, men shunda o'zimdan kattalar bilan urishamanmi? Mana bo'lmaydi, jiya. Men seni ajdarho jangchisi qilaman. Keyinchi. Keyin artiller reklamasini olamiz, ambasador bo'lamiz. Ishla, jiya. Qani, ha. Arada tog'ang senga mehribonchilik ham qilib turadi. Kechiyan tarvuzimiz. Qishloqda tog'ang bilan bo'lsang, mazzada hamma mevaga to'yasan. Tarvuzni kilosi shaharda palon pul bo'yotganda, betda dehqonchilik bo'yotibdi. Qani ol, jiya. Tugadi-yu tog'a. Bu chaqda qo'ylarga ber dedim, ho'kiz. Tog'am faqat meni trenirovka qildiradimi? Sen bo'sh vaqtda bekor o'tirmagan edi. Bu usullarni qayerdan ko'rib o'rganyaptilar ekan? Sen tog'am faqat kino ko'rib o'rganar ekanlar. Yo'q, tog'a. O'zgina qoldi, o'zgina chida. Tog'a, hozir kidoyim bor. Chida, jiyan, chida o'zgina qoldi. Ishqilib daraxtning gap bo'lsin-da. Oxirgi shafqatsiz usullardan keyin sen uyga ketishga qaror qilasan. Lekin tog'a, Jiyan. tog'a, men qaytorda o'zi tayyormanman. Tayyorligingni isbotlasang keyin ketasan. Mana, birinchi shogirdim Hasanboy Terminator. Ana, nimaga vahroq kallaga kelmading ekan? Sen bilan mana shunday shug'ullanish kerak. Это немало времени займет. Ana, Toshkentga ishlagani borsang, nimalar bo'ladi? Boshida orzularing katta bo'ladi. Bu orzularga erishish uchun tinimsiz mehnat qilish kerakligini bilasan. O'shaning uchun har xil ishda o'zingni sinab ko'rasan. Quyosh kular jiss ikkita asal qas so'qqa sana dars ukam, ke, ashilla etmay qo'ya qolsan. Anadizmani? Matqolli o'g'limisan sen? Toshkentga sendan 2 yil oldin kelib o'zini undan topgan qishloqdoshingni uchratib qolasan. Unga shogird tushasan, etagidan tutib orzularingga tezroq erishmoqchi bo'lasan. Usta, Toshkentda ishlarni qanaqa qilib olyapsiz? Qo'qon ishlar olib beryapti. Ular ish sotadi, usta o'zimizda deydi. Men borib o'rnatib beraman xolos. Ustani bu gapidan keyin orzularingga bu odam bilan erishalmasligini tushunib yetasan. Sen ham Toshkentga kelishdan oldin chakana orzu qilmagansan. Eng kamida 1 yilda qora jentira olib, QQQ nomer topib, Saybarda kofe ichib turishda orzu qilgansan. Bitta savol bor-da. Ha, so'ra. Qo'qon ishlar shuncha zakozni qayerdan olyapti? Sekinroq so'rasang, men aytardim. O'zi ishda bo'ldi. Bor o'zidan so'rang. Qarang, Qo'qonda siz ish ishlab chiqaringiz zo'ringiz bormi? Ha, bor ayting. Toshkentlik zakazlar qanaqa qilib olyapsiz? Toshkentda hamma narsa qimmat-ku. Qimmat. Biz eshigimizni vodiy narxida sotyapmiz. O'rnatib berishimiz ham bepul. Har arzon, har sifatli narsa hammaga yo'qotdi. Mana qarang, shunda ustamdan siz ko'p pul topasizmi? Ha, aka. Ichingdagi o'sha maraz odamchani gapiga kirib, o'zing tug'ilib o'sgan joyga borib olib, Toshkentda 4 kun yurganingni hammaga bildirib qo'ymoqchi bo'lasan. Aka,
ukam men Toshkentdan kelyapman-da, ustam aytdilar, shu yerda ishlayman ekan. Toshkentga ish chiqaramiz ekan zakazga. Tushunyapsanmi? Aytishadi, kelsa haydab yuborgin deyishadi. Nima o'zlari aytmadilar menga? O'zlari aytgani hijolat bo'ptilar. Shuncha ishdan keyin Toshkentga yana qaytib borib, noldan boshlasam ekan? Nima qilsam bo'ladi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Pak.